Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Qoraqalpog'istondan Nukus shahridan Rufat akamiz tashrif buyurganlar. Bu kishiga yana bitta prinsip beramiz, olib ketibdilar bugun. Rufat aka, prinsipni ko'rdingiz. Boshqa joylarni ham ko'rdim dedingiz. Prinsiplar masalasida, bizning firmamiz masalasida o'zingizni fikringizni bildirsangiz. Ne diyeyim, sizlerin firmanızga rahmet. Bugün bulup tasladım, yarım saatin içinde bärini hoşuna yığıp, jumslap, tayyorlap berdiniz. Sizlerge köp rahmet. Jumslaryňyzda tapşylar. Prinsipde alıp çıkıp ketejekman Nukusga. Rahmat. Şu prinsipden oladigan mijozlarimiz, qiziqib yurgan mijozlarimizga nima deysiz? Masalan, Xorazm, Qoraqalpoq ahliga. Kelingler Buxaraga. Ajagama xabarlasın, tez bitkerip jumslap beredi. Olib ketingiz, bardavom bo'lsin. Xudo xolasa olib borib ishlatib ko'raman deyaptilar. Yana yaxshi chiqsa yana kelib 2 don olib ketaman deyaptilar, xudo xolasa. Boshqalarga ham tavsiyani beradilar. Nasib bo'lsa, prinsiplarimiz bor. Hammalaringiz qiziqgan odamlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqsangizlar bo'ladi.